Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Yo'l harakat qoidalarida test savollarimizni ikkinchi belitni ko'rib chiqamiz. Birinchi savolimiz: haydovchi yo'lakay yo'nalishda kimga transport vositasini taqdim etishi shart? Demak, yo'l xizmati xodimlariga. Noto'g'ri. Demak, yo'lakay yo'nalishda kimga transport vositasini taqdim etishi shart deyapti. Demak, tibbiyot xodimlariga, zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarni davolash profilaktika muassasasiga olib borish uchun. Demak, F2 javobimiz to'g'ri. Ikkinchi savol: qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? Ushbu harakatlanish to'g'riga belgida o'ngga yondosh hududga ruxsat etiladi. Ya'ni to'g'riga o'ngga ruxsat etiladi. A bilan B. Keyingi savol: qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi? Ya'ni yo'lning tor qismida qo'llaniladi bu. Ya'ni qarama-qarshining ustunligi, ya'ni ikkinchi belgimiz, ya'ni ro'paradan kelayotgan transport vositasiga yo'l beriladi. Bu yerda doirasimon, hoshiyasi qizil, ya'ni ikkinchi belgimiz. To'rtinchi savol: qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablari bekor qilinishini ko'rsatadi? Ya'ni ushbu to'rtinchi belgimiz 523 raqamli belgi. Demak, aholi yashash joyini, ya'ni aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilishini ko'rsatadi. Ya'ni aholi yashaydigan joyning oxirini bildiradi. Demak, to'rtinchi belgimiz. Beshinchi savol: o'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tishga ruxsat etiladimi? Agar tasma qolgan harakat qismida yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa ruxsat etiladi. Ya'ni haydovchi o'ngga burilmoqchi bo'lsa, ya'ni ushbu o'ngga o'tayotganda ushbu yo'nalishli transport vositalar yo'ldagi tasma uzuk chiziq bo'lsa, yo'nalishli transport vositasiga xalaqit bermasdan o'tishga ruxsat etiladi. Ya'ni javobda aytyaptiki, agar tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan deyapti. Ya'ni sidirg'a chiziq bilan ajratilmagan, ya'ni uzuk chiziq bo'lsa ruxsat etiladi. Oltinchi savol: transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Demak, ushbu chorrahada birinchi bo'lib yengil avtomobil harakatlanadi, chunki unga svetofor asosiy yashil yongan. Ikkinchi bo'lib tramvay, oxirgisi avtobus. Chunki bir yo'nalishda relsli va relsiz transport vositasi kesishadigan bo'lsa, relsli transport vositasi birinchi bo'lib harakatlanadi. Demak, to'g'ri javobimiz F3. Yettinchi savol: avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlanishga ko'proq moyil? Demak, orqa g'ildiraklar sirpanib tormozlanishga ko'proq moyil bo'ladi. Sakkinchi savol: qaysi transport vositalarining qatnov qismi chetida ikki qator qo'yish mumkin? Kajavas, mototsikllar, mopedlar va velosipedlar. Bularning hajmi kichkina bo'lganligi uchun ikki qator qo'yishga ruxsat etiladi. Qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiydiriladi? Kiyim avval jarohatlangan qo'lga, so'ngra sog'iga kiydiriladi. 10-chi savol: yuk transport vositasi shunday joylashtirish kerakki, demak, ortilgan yuk shovqin hosil qilmasligi, chang ko'tarmasligi va atrof muhitni ifloslantirmasligi kerak. 11-chi savol: mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Demak, ushbu belgimiz ogohlantiruvchi belgi. Yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini, yo'lning trotuar yoki piyodalar yo'lkasi bo'lgan qismini. F1 javob noto'g'ri. To'g'ri javobimiz F2. 12-chi savol: qaysi transport vositalarida to'xtab turishga ruxsat etilgan? Demak, bu yerda to'xtab turish taqiqlangan belgi bor. Uning ostidagi qo'shimcha axborot belgi esa to'la vazn 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillar to'xtab turish taqiqlanadi deyapti. Ya'ni to'xtab turish taqiqlanadi faqat 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillar. Endi savolda to'xtab turishga ruxsat etilgan. Demak, yengil avtomobil va mototsiklga. 13-chi savol: ushbu yo'l belgisi nima haqida ogohlantiradi? Demak, bu belgimiz shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasi.
Keyin bu ogohlantiruvchi belgi bo'lib, ushbu belgimiz, ya'ni temir yo'l kesishmasi xavfli qismida bevosita oldiga o'rnatiladi, ya'ni masofasi yo'q. Demak, shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izlit yo'l kesishmasi borligidan. 14-savol. Yashil avtomobil chorrahadan nechanchi bo'lib o'tadi? Bu yerda svetofor ishlab turibdi. E'tibor bersak, svetofor yashil yongan. O'z-o'zidan ro'paradagi ko'k avtomobilga ham svetofor ruxsat etuvchi yashil ishora yongan. Svetofor ishlab turgan bo'lsa, imtiyoz belgilar o'z ahamiyatini yo'qotadi. Ya'ni imtiyoz belgilariga e'tibor bermaymiz. Demak, bu yerda ikkala avtomobilga ham svetofor ruxsat etuvchi yoqilgan. Endi yashil avtomobil chapga burish ishorasini yoqqan. Chapga burishda ro'paradan kelayotgan transport vositasi yo'l berish kerak. Ya'ni ro'paradagi to'g'riga o'ngga harakatlansa yo'l beriladi deyilgan qoidada. Demak, yashil avtomobil haydovchisi ikkinchi bo'lib harakatlanadi. Keyingi savol. Qaysi transport vositasiga harakatlanish ruxsat etiladi? Tartibga soluvchining ushbu ishorasida tartibga soluvchining oldi va orqa tomonidan harakat taqiqlanadi. Chap yelkadan relsli transport vositalari, ya'ni tramvaylarga faqat to'g'riga, relsiz transport vositalariga esa to'g'riga o'ngga harakatlanishga ruxsat etadi. Lekin e'tibor beradigan bo'lsak, yuk avtomobili chapga burilish ishorasi yoqqan. Demak, chapga harakat taqiqlanadi yuk avtomobiliga. Xo'p, o'ng yelka tomonidan yengil avtomobilga ushbu holatda to'g'riga o'ngga harakatlanishga ruxsat etadi. Demak, harakatlanish ruxsat etiladi. Demak, yengil avtomobil haydovchisiga. 16-savol. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Bu yerda yengil avtomobilda asosiy svetofor qizil ishora va unga qo'shimcha tarmoq yoniq turibdi. Qo'shimcha tarmoq svetofor taqiqlovchi qizil bilan yonishi birinchi yurish huquqini bermaydi. Demak, yo'l berish kerak avtomobil haydovchisi. Mototsikl haydovchisiga esa svetofor ruxsat etuvchi yashil yongan. Demak, yo'l berish kerak avtomobil haydovchisi. Harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 tasmali yo'lda siz o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu harakatni qaysi tasmadan amalga oshirasiz? Qarama-qarshi 3 bo'lakli tasmada transport haydovchilar o'ng tasmadan harakatni amalga oshiriladi, ya'ni o'ngga burilishda. 18-savol. Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetiga burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Demak, ushbu holatda yo'lning qatnov qismi kengaygan joylarda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan. Demak, F4 javobimiz to'g'ri. 19-savol. Suyak singanda qotirib bog'lash uchun nimadan shina sifatida foydalanish eng qulay? Demak, bunda to'g'ri javobimiz taxta bo'lagi. Kunning qorong'u vaqtida sun'iy yoritilmagan yo'llarda yoki yetarli ko'rinmaslik sharoitida yonmaydigan orqa gabarit chiroqlari bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Ya'ni sutkaning qorong'u vaqtida yo'l yoritilmagan yoki yetarli ko'rinmaslik deyapti. Bunda gabarit chiroqlar nosoz bo'lsa, harakat davom ettirish taqiqlanadi.